أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Avlod ovozliq asarlari. Yer yüzündeki hayvanlarning hammasiga rizq berishni Allah merhamet yüzüdün üstüge algan. Allah ularning turar joyini va o'lgandan keyin ko'miladigan joyini biladi. Ularning hammasi ro'shan kitobga, ya'ni Lavhul Mahfuzga yozilgandir. Allah osmonlarni va zaminni 6 kunda yaratdi. Osmon zaminni yaratishdan ilgari Allahning arshi suv ustida edi. Sizlarning qaysinglarning amali yaxshi ekanligini sinash uchun Allah ularni yaratdi. Ey Muhammad, agar sen Makka kufarlarga sizlar o'lgandan keyin cho'qim tirilisizlar desang, kafirlar cho'qim aytadi. Bu so'zni ichiga olgan Qur'on faqat ro'shan sehrdir. Agar biz ularga nozil bo'ladigan azobni cheklik vaqt kechiktirsak, ular cho'qim masxir qilish yuzidan azob nimishqa tushmaydi deydi. Rasla ularga Allohning azobi tushgan kunda ular qochadigan yer topolmaydi. Ular masxir qilgan azob ularni qo'rshib oladi. Agar biz biror insonga rahmatimizni tetitsak, ya'ni nimmatimizni bersak, ondan uningdan tortib olsak, u cho'qim Allohning rahmatidan umidsizlanib ketadi. Kufrani nimmat qiladi. Agar biz peqirlik, kasallik, qattiqchilik qatorliq balolarga mubtalo qilgandan keyin uningga nimmatimizni tetitsak, u cho'qim mendan balolar ko'tarilib ketdi, endi kelmaydi deb shak shubhasiz xushallanib, mag'rurlanib ketadi. Faqat baloga uchirganda, sabr qilgan, nimmatga yo'liqqanda yaxshi ishlarni qilgan kishilar yaxshilardir. Ularning gunohi mag'firat qilinadi. Ular oxiratda cho'ng mukofotga erishadi. Ey Muhammad, ularning, ya'ni mushriklarning nimishqa uningga bir xazina tushmadi yoki uning bilan birga uni tasdiqlaydigan biror farishta kelmadi deydiganligi uchun sana nozil qilingan vahiyning bir qismini yetkizgun kelmaydigandu. Yetkizishdan yurking siqiladigandu. Sen faqat ularni Allohning azobidan ogohlantiruvchisan. Allah hamma narsani tasarruf qilg'ichidir. Ular Qur'onni Muhammad o'zi ijod qilgan deyishamdi. Aytqinki, bu so'zinglarda rostchil bo'lsanglar, Allohdan g'ayri chaqira oladiganligi kishilaringlarni yordamga chaqirib, fasohat va balog'at jihatdan Qur'ondagiga o'xshaydigan 10 surani ijod qilib beqinglar. Agar ular bu chaqiriqlarga ovoz qo'shmasa, bilinglarki, Qur'on Allohning vahiy qilishi bilan nozil qilingan. Allohdan boshqa hech iloh yo'qdir. Sizlar Allohga bo'ysunamsizlar? Qilgan yaxshi amallari bilan faqat hayoti dunyoni va uning zibu zinatini, ya'ni dunyoning ne'matlarini ko'zlaydigan kishilarga ularning amallarining ajrini bu dunyoda to'liq beramiz. Dunyoda ularning ajridan hech narsa kamaytib etilmaydi. Bundaq kishilarga oxiratda dozoqdan boshqa narsa yo'qdir. Ularning qilgan ishlari yo'qqa chiqariladi. Qilgan yaxshi amallari hisobga ilinmaydi. Parvardigori tarafidan kelgan ro'shan dalil, ya'ni Qur'onga asoslangan odam, ya'ni Muhammad alayhissalom hayoti dunyoni ko'zlaydigan kishilar bilan
o'xshashmi? Uningga Allah tarafidan kelgan guvohlik berguchi, ya'ni Jibril alayhissalom Qur'onni tilovat qiladi. Qur'ondan ilgari Musoga nozil qilingan kitob, ya'ni Tavrat İsroil avlodiga yetakchi va rahmat qilib nozil qilindi. Ani shundoq kishilar Qur'onga haqiqiy ishonadi. Kuffar jamoatlardan kimiki Qur'onni inkor qiladi ekan, uningga va'da qilingan joy do'zaxdir. Qur'onga shak keltirmagin. U haqiqatan Parvardigoring tarafidan nozil qilingan haqiqatdir. Lekin insonlarning to'lisi Qur'onning olamlarning Parvardigori tarafidan nozil qilinganligiga ishonmaydi. Allah'ның şeriki bor, balası bor deb Allah'ga yalğanni chaplagan kishidinmi zolim kishi bormi? Ani shular qiyomat kuni Parvardigoriga to'g'rilanadi. Guvohchilar bular Parvardigori haqida yolg'on so'zlagandir deydi. Rastla Allah'ның la'nati zolimlarga bo'ladi. Ya'ni Allah zolimlarni rahmetidan jiroq qiladi. Ular kishilarni Allah'ның yo'lidan, ya'ni islom dinidan to'sadi. Allah'ның yo'lining agir bo'lishini tilaydi. Ular oxiratni inkor qilguvchilardir. Ani shular ziminda Allah'ның azobidan qechib qutulolmaydi. Ularga Allah'tan başqa egi bo'ladigan yordamchilarmi bo'lmaydi. Ular qatma-qat azobga duchor bo'ladi. Ular haqni anglashga va haqni ko'rishga qodir bo'lolmaydi. Ani shular o'zlariga ziyon solg'uchilardir. Ularning o'ydirib chiqargan butlari ulardan o'zlarini chetga oldi. Shak yo'qki, ular oxiratda eng ziyon tarqıçılardır. Şübhisizki iman etqanlar va yaxshi amallarni qilganlar Parvardigorining huzurida ojizlik bildirganlar ani shular ahli jannatdir. Ular jannatda mangu qolg'uchilardir. Kafirlar va mu'minlardan iborat ikki firqa bor. Bir firqa amaga va gazga o'xshaydi. Yana bir firqa bo'lsa, ko'zi ko'radigan, quliqi anglaydigan odamga o'xshaydi. Ularning ahvoli bir-biriga o'xshamdi. Ibrat olmamsizlar? Shubhisizki biz Nuhni qavmiga payg'ambar qilib avatdik. U men haqiqatan sizlarga ochiq ogohlantirguchiman. Bir Allah'tan başqaga ibodat qilmanglar. Sizlarning qattiq kunning azobiga uchrashinglardan qo'rqaman, dedi. Uning qavmining kafir kattalari bizningcha sen faqat bizga o'xshash bir odamsan. Bizningcha oramizdagi past kishilar yengillik bilan sana ergashgan. Bizningcha sizlarning bizdan hech qanday ortiqchiliklar yo'q. Balki biz sizlarni yolg'onchi deb o'ylaymiz, dedi. Nuh aytdi: "Ey qavmim, aytinglarchi, agar men Parvardigorim tarafidan nozil bo'lgan da'vatimning to'g'riligini isbotlaydigan aniq dalilga asoslansam va uning rahmatiga, ya'ni payg'ambarlikka sazovar bo'lgan bo'lsam, u dalil sizlar uchun maxfiy bo'lsa, sizlar uni yomon ko'rsanglar, uni qabul qilishga sizlarni majburlamdik. Ey qavmim, sizlarga dinni tabliğ qilganligim uchun sizlardan pul mol talab qilmayman. Manga ajr berishni faqat Alloh o'z ustiga olgan.
men iman etgan kishilarni yenimdin qo'g'lib etmayman. Chunki ular shubhisizki Parvardigoriga muloqot bo'ladi. Lekin men sizlarni nodon qavm ko'rman. Ey qavmim, agar men ularni qo'g'lib etsam, Allohning azobidan meni kim qutqiza oladi? O'ylanib boqmamsizlar. Men sizlarga menda Allohning xazinalari bor demayman. G'ayibni bilaman demayman. Men albatta o'zimni farishta debmi etmayman. Hamda sizlar ko'zga ilmaydigan kishilarni Allah ularga yaxshilik bermaydi demayman. Allah ularning dillardikini obdan biladi. Bo'lmasa men cho'qim zolimlardan bo'lib qolaman. Ular, ya'ni Nuhning qavmi, ey Nuh, biz bilan munozirlashding. Nihoyatda ko'p munozirlashding. Agar rost so'zligichilardan bo'lsang, bizni qo'rqitgan azobni tushirib boqqin dedi. Nuh aytdi. Uni, ya'ni azobni agar xolisa faqat Allohla tushira oladi. Sizlar hargiz qechib qutula olmaysizlar. Men sizlarga nasihat qilmoqchi bo'lsam, Alloh sizlarni gumroh qilmoqchi bo'lsa, u chaqda mening sizlarga qilgan nasihatimning sizlarga foydasi bo'lmaydi. Allah sizlarning Parvardigoringlardir. Sizlar Allohning dargohiga qaytsizlar. Yoki ular, ya'ni Qurayshning kofirlari Qur'onni u, ya'ni Muhammad alayhissalom o'zi ijod qildi deyishamdi. Agar uni men ijod qilgan bo'lsam, o'z gunohimga o'zim mas'ul. Men sizlarning gunohinglardan ado judoman degin. Nuhqa mundoq vahiy qilindi. Qavmingdan ilgari sana iman etganlardan boshqa, ya'ni iman etquchilar bo'lmaydi. Ularning qilmishlaridan qayg'urmag'in. Bizning ko'z o'ngimizda vahiyimiz bo'yicha kemi yasig'in. O'zlariga zulm qilganlar to'g'risida manga so'z ochmag'in. Ya'ni ularga shafaat qilmag'in. Ular cho'qim to'pon balosida g'arq qilinadi. Nuh kemiyasidi. Qavmning cho'nglari uning oldidan o'tganda uni masxir qilishdi. Nuh aytdi: agar sizlar bugun bizni masxir qilsanglar, kelajakda sizlar g'arq qilinganda, sizlar bizni masxir qilgandek, bizmi sizlarni cho'qim masxir qilamiz. Xor qilg'uchi azob, ya'ni to'pon balosi bilan g'arq bo'lishning kimning ustiga keladiganligini, doimiy azob, ya'ni jahannam azobining kimga tushadiganligini kelajakda bilasizlar. To'pon balosi to'g'risidagi buyruqimiz yetib kelgan va yer yuzidan suv etilib chiqqan chaqda kemiga hayvonotlardan erkak kishi bo'lib bir juftdan elib olg'in. Oilangdagilar bilan halok bo'lishi hukm qilinganlar, ya'ni Nuh alayhissalomning ayoli Voila bilan o'g'li Kanon buning sirtida va iman etganlar bilan kemiga chiqqin dedik. Uning bilan faqat ozg'ina kishilar iman etdi. Nuh iman etgan tavalarga aytdi: kemiga chiqinglar. Kemining mingishi va to'xtishi Allohning ismi bilandir. Shubhisizki mening Parvardigorim tavba qilguvchilarning gunohini haqiqatan mag'firat qilguvchidir. Mu'minlarga nihoyatda mehribondir. Kemi ularni elib tog'dek do'lqinlar ichida uzib boratdi. Nuh kemi minishdan burun o'zidan jiroqda turgan o'g'lini: "Ey o'g'lim,
biz bilan birga kemiga chiqqin. Kafirlar bilan birga bo'lmag'in deb to'ladi. U meni suvda g'arq bo'lishdan saqlab qoladigan bir tog'ning ustiga chiqib olaman, dedi. Nuh bugun Alloh rahim qilgan odamdan boshqa hech odam uning jazolashidan qutulib qololmaydi, dedi. Ularning orasini dolqin ayirvatdi-da, u g'arq bo'lib ketdi. Ey zamin, suyungni yutqin. Ey bulut, tarqig'in deyildi. Su so'g'ildi. Allohning kafirlarni g'arq qilishdan iborat hukmi ijro qilindi. Kema Judi teg'ining ustida to'xtadi. Zalim qavm halok bo'lsin deyildi. Nuh Parvardigoriga duo qilib, Parvardigorim, o'g'lim mening oilamdagilardan edi. Sen menga ularning nijot tepishini va'da qilgan eding. Sening va'dang albatta haqdir. Sen haqiqatan eng to'g'ri hukm qilg'uchisan, dedi. Allah aytdi: Ey Nuh, u men nijot tepishni va'da qilgan oilangdagilardan emas. Uning amali yomondir. Sen aniq bilmagan narsangni mendan so'ramag'in. Men sening johillardan bo'lmasligingni nasihat qilaman. Nuh aytdi: Parvardigorim, men bilmagan narsani so'rashdan sening panohingga sig'inaman. Agar menga mag'firat qilmasang va rahim qilmasang, ziyon tortquchilardan bo'laman, aytildi. Ya'ni Allah aytdi: Ey Nuh, sana sen bilan kemida birga bo'lganlarning bir qism avlodiga biz tarafdan nozil bo'lgan omonlik va barakatlar bilan kemidan tushkin. Ularning yana bir qism avlodini hayoti dunyodan bahramon qilamiz. Ondan ular bizning qattiq azobimizga duchor bo'ladi. Ey Muhammad, ana shu qissa g'aybga oid xabarlardandir. Sana uni vahiy qildik. Sen va sening qavming buningdan ilgari uni bilmaytinglar. Sabr qilgin. Shubhisizki yaxshi oqibat taqvodorlarga mansubdir. Od qavmiga ularning qarindishi Hudni avatdiq. Hud aytdi: Ey qavmim, Allohga ibodat qilinglar. Sizlarga Allohdan boshqa ma'bud barhaq yo'qdir. Sizlar Allohdan g'ayriga cho'qinish bilan faqat Allohga yolg'onni to'qig'uvchilar sizlar. Ey qavmim, men tabliğ uchun sizlardan ajr so'ramayman. Menga ajr berishni faqat meni yaratgan Alloh ustiga olgan. Sizlar tushunmamsizlar? Ey qavmim, Parvardigoringlardan mag'firat tilanglar. Ondan uningga tavba qilinglar. Sizlarga u ko'p yig'in yog'dirib berdi. Sizlarga texmi kuch-quvvat berdi. Sizlar gunohga cho'mgan holda mening da'vatimdan yuz o'rmanglar. Ular aytdi: Ey Hud, sen bizga o'zingning rostligingni ko'rsatadigan hech qanday ro'shan dalil keltirmading. Sening so'zing bilan biz ilohlarimizni tashlab etmaymiz va sening payg'ambarligingga ishonmaymiz. Biz faqat seni ba'zi ilohlarimiz sarang qilib qo'yibdi deymiz. Hud aytdi: Men haqiqatan Allohni guvoh qilaman. Sizlarmi guvoh bo'linglarki, men sizlarning Allohni qo'yib sherik keltirgan
butlaringlardan ada judaman. Hammanglar menga suiqasd qilinglar. Menga mühlet bermanglar. Şübihsizki mening Parvardigorim va sizlarning Parvardigoringlar bo'lgan Allohga men tavakkul qildim. Allah'ның boshqurishida bo'lmagan birmi maxluq yo'qdir. Parvardigorim haqiqatan to'g'ri yo'ldadir. Ya'ni adil bo'lib, hech kishiga qilchi zulm qilmaydi. Agar sizlar mening da'vatimni qabul qilishdan yuz o'risanglar, yuz o'rguninglarning menga ziyni yo'q. Sizlarga men Parvardigorimning elchiligini yetkizdim. Peygamberning vazifasi faqat tabliğ qilishdir. Parvardigorim sizlarni halok qilib, o'rninglarga boshqa bir qavmni keltirdi. Sherik keltirish bilan Allohga qilchi ziyon yetkazolmaysizlar. Parvardigorim haqiqatan har bir narsani kuzatib turg'uchidir. Bizning azoblash buyruqimiz kelganda Hudni va uning bilan birga bo'lgan mu'minlarni marhamat qilib qutqizdik. Ularni qattiq azobdan xalos qildik. Ani shu Od qavmi Parvardigorining mo'jizalarini inkor qildi. Uning payg'ambarlariga osiylik qildi. Har bir uchiga chiqqan tarsa shafqatsiz, ya'ni haqqa qarshilik qilib jiddallashkuchining buyrug'iga ergashdi. Ularga bu dunyoda la'nat qilindi. Qiyomat kunimi ularga la'nat qilinadi. Bilinglarki, Od qavmi haqiqatan Parvardigorini inkor qildi. Agah bo'linglarki, Hud qavmi bo'lgan Od halok bo'lsin. Samudga ularning qerindishi Salihni payg'ambar qilib avatdik. U aytdi: "Ey qavmim, Allohga ibodat qilinglar. Sizlarga Allohdan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. U sizlarni zamindan, ya'ni tuproqdan yaratdi. Sizlarni zaminda turg'izdi. Allohdan mag'firat tilanglar. Ondan uningga tavba qilinglar. Parvardigorim haqiqatan yaqindir. Duoni ijobat qilg'uchidir." Ular: "Ey Salih, buningdan burun sen aramızda ümit qilingan kishi eding. Ya'ni bu so'zni aytishingdan burun aramızda cho'ng odam bo'lib qilishingni umid qilatdik. Bizni ota bobolarimiz ibodat qilib kelgan butlarga ibodat qilishdan to'simsan. Shak shubhisizki haqiqatan biz sen da'vat qilgan ishqa zo'r gumondimiz" deyishdi. Salih aytdi: "Ey qavmim, aytinglarchi, agar men Parvardigorim tarafidan nozil bo'lgan aniq dalilga asoslansam va uning rahmati, ya'ni payg'ambarligiga sazovar bo'lsam, shundoq turuqliq Allohga qarshilik qilsam, Allohning azobidan meni kim qutqizdi? Meni o'zinglarga agishishga da'vat qilish bilan menga faqat ziyondan boshqani ziyoda qilmaysizlar. Ey qavmim, bu Alloh bevosita yaratgan kishi to'ga sizlarga mening mo'jizamdir. Uni Allohning ziminiga qo'yib etinglar. İxtiyori o'tlisin. Uningga ziyon zahmat yetkazmanglar. Bo'lmasa sizlarni pat keladigan azob halok qiladi." Ular kishi to'gini bo'g'izladi. Salih aytdi: "Uyinglarda hayotlikdan 3 kun bahramon bo'lib edinglar. Bu va'da yolg'on emas. Bizning azob qilish amrimiz kelganda Salihni va uning bilan birga iymon etganlarni
rahmetimiz bilan shu kunning sharmandaligidan qutqizdik. Parvardigoring haqiqatan kuchlidir, g'olibdir. Zolimlarga qattiq ovoz yuzlandida, ular uylarida o'ltirgan peti ketib qoldi. Go'yo ular uylarida turmagandek, ya'ni ularning turgan joylari odamzot tarafidan ovad qilinmagandek bo'lib qoldi. Bilinglarki, Samud Parvardigorini inkor qildi. Samud halok bo'lsin. Shubhisizki, bizning elchilarimiz, ya'ni farishtalar İbrahimga xush xabar elib keldi. Ular sana amanlık tilaymiz dedi. İbrahim, sizlarga amanlık tilayman dedi. U uzoq qolmay bir mozayni kavob qilib elib keldi. Ularning, ya'ni farishtalarning uningga qo'l uzatmayotganligini ko'rib, ularni xush ko'rmadi. Ulardan qo'rqinch his qildi. Ular qo'rqmag'in. Biz Rabbingning farishtalari. Tamoq yemaymiz. Biz haqiqatan Lutning qavmini halok qilish uchun avatildik dedi. Uning ayoli, ya'ni Sara bir tarafda turib, Lut qavmining halok bo'ladiganligidan xo'shallanib kuldi. Biz uningga, ya'ni Saraga Isoq otliq bolasi bo'ladiganligi bilan va Isoqdan keyin keladigan Yaqub otliq navrisi bo'ladiganligi bilan xush xabar berdik. U, ya'ni Sara, "Viyay, men bir momay tursam, erim bir bovay tursa, tug'amdiman, bu haqiqatan qiziq ishqo" dedi. Ular Allah'ның əmrindən, yəni qudratidan ajablanamsan. Allah'ның rəhməti və bərəkatları sizlərning oilanglarga, yəni İbrahimning oilasidagilarga nazil bo'lsin. Allah haqiqatan madihilashga loyiqdir, ulug'lashga loyiqdir dedi. İbrahimdan qo'rqinish yo'qolgan hamda xush xabar uningga yetgan chaqda u biz bilan Lutning qavmi to'g'risida munozirlashishga kirishdi. İbrahim bo'lsa haqiqatan ko'ngli ko'ksi keng, ko'p chekkuchi, ya'ni dili yumshoq. Hamma ishda Allohga murojaat qilguvchi zotdir. Farishtalar aytdi: "Ey İbrahim, buni, ya'ni Lut qavmi to'g'risida munozirlashishni qo'yg'in. Shubhisizki, Parvardigoringning ularni halok qilish to'g'risidagi amri allaqachon tushdi. Ularga cho'qim munozirlashish yoki shafaat qilish bilan qaytirg'ilib bo'lmaydigan azob tushdi. Bizning elchilarimiz, ya'ni farishtalar Lutning yeniga kelgan chaqda, Lut o'z qavmining ularga cheqilib qo'yishidan qo'rqib, qiyin ahvolda qoldi. Ular to'g'risida yuragi siqildi va bu bir dishvor kundir dedi. Lutning qavmi uning qishig'i oldirab kelishdi. Ular burunli yomon ishlarni qilatdi, ya'ni livatat qilatdi. Lut aytdi: "Ey qavmim, mening bu qizlarim sizlarga eng pokdir. Allohdan qo'rqinglar. Mehmonlarim ustida meni rasvo qilmanglar. Aranglarda qabih ishdan to'sadigan biror kallisi joyida odam yo'qmi?" Ular Lutga aytdi: "Qizlaringga bizning hojatimiz yo'q ekanligini sen obdan bilasan. Shuningdek, bizning maqsadimizni obdan bilasan." Lut aytdi:
Kaşki mening sizlarga qarshi turadigan kuch-quvvatim bo'lsaydi, yoki iltijo qiladigan kuchlik jamoatim bo'lsaydi, cho'qim sizlarga zarba bergan bo'latdim. Ular, ya'ni farishtalar, ey Lut, shubhisizki biz Parvardigoringning elchilaridirmiz. Ular hargizmi sana ziyon yetkazolmaydi. Oilangdagilarni elib kechining oxirida ularning ichidan chiqib ketgin. Ayolingdan boshqa sizlardan hech kishi orqasiga qaramasin. U, ya'ni ayoling ular bilan birga halok bo'lguchidir. Shubhisizki ularga azob tushadigan chog' tong vaqtidir. Tong yaqin emasmi dedi. Bizning jazolash amrimiz tushganda ularning yurtlarini ostin ustun qilib etdik. Ya'ni ko'mtirib etdik. U yurtlarga biz üstülep sapal taşlarını yağdırdık. O sapal taşlarga Perverdigarının dergahida belge silingan idi. O yurtlar zalimlar, yani Kureyş kapırlardan yirak emas. Medyen ehlige ularning qerindishi Şuaybni peygamber qilib avatdik. U aytdi: "Ey qavmim, Allahqa ibodat qilinglar. Sizlarga Allah'tan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. O'lchamda va tarozda kam bermanglar. Men sizlarni haqiqatan boy hisoblayman. Men haqiqatan sizlarning hammani qo'rshab turg'uchi kun, ya'ni qiyomat kunining azobiga duchar bo'lishinglardan qo'rqaman. Ey qavmim, sizlar o'lchamni to'g'ri o'lchanglar. Tarozini to'g'ri tortinglar. Kishilarga narsalarini kam bermanglar. Yer yuzida buzg'unchilik qilib, fitna fasod termanglar. Allah sizlarga qoldirgan halol rizq, sizlar jiqqan haromdan yaxshidir. Agar sizlar mu'min bo'lsanglar, men sizlarga muhofizatchi emasman. Ular: "Ey Şuayb, sening namozing, ya'ni dining seni ota-bobolarimiz ibodat qilib kelayotgan narsalarni, ya'ni butlarni bizni tashlatqizishga yoki mollarimizni xohlaganimizcha tasarruf qilishimizni tark etkizishga buyurumdu. Sen tazımı ko'ngli ko'ksi keng, tazımı to'g'ri yo'l topgan odamsan-da", dedi. Şuayb aytdi: "Ey qavmim, aytib beqinglarchu, Parvardigorim menga ro'shan pokit, ya'ni payg'ambarlik va kengtasha halol rizq ato qilgan tursa, men shundoq ne'matlarni ato qilgan Parvardigorimning amriga xiloflik qilamdim. Sizlarga qilish ma'ni qilingan narsani o'zimmi qilishni xohlamayman. Men faqat sizlarni qo'limdan kelishicha tuzashni xohlayman. Men faqat Allohning yordami bo'lgandila muvaffaqiyat qozonalayman. Hamma ishda Allohga tayinaman va uningga yuzlanaman. Ey qavmim, sizlarning menga qarshi turganliginglar sizlarni Nuhning qavmi yoki Hudning qavmi va yoki Solihning qavmi duchar bo'lgan azobga duchar qilmasin. Lut qavmining diyori sizlarning joyinglardan yiroq emas. Parvardigoringlardan mag'firat talab qilinglar. Ondan uningga tavba qilinglar. Mening Parvardigorim tavba qilguvchilarga haqiqatan marhamatlidir. Ularni do'st tutquchidir. Ular: "Ey Şuayb,
biz sening aytganlaringning nurg'unini tushunmaymiz. Biz albatta seni aramızda kuchsiz odam deb qaraymiz. Sening qavm qarindoshlaring bo'lmaganda edi, biz seni cho'qim toshkesak qilib o'ltirardik. Sen bizga e'tiborliq emassan dedi. Şuayb aytdi: "Ey qavmim, mening qavm qarindoshlarim, sizlarga Allohdanmi e'tiborliqmi? Sizlar Allohni orqanglarga cho'rivatdinglar, ya'ni Allohga itoat qilmadinglar va Allohni ulug'lamadinglar. Parvardigorim sizlarning qilmishinglardan albatta to'liq xabardordir. Ey qavmim, sizlar o'z yo'linglar bo'yicha harakat qilinglar. Menmu albatta o'z yo'lim bo'yicha harakat qilay. Uzoq qolmay kimning rasvo qilg'ichi azobga duchor bo'ladiganligini va kimning yolg'onchi ekanligini bilasizlar. İşanlarning oqibatini kutinglar. Shubhisizki, menmu sizlar bilan birga kutaman. Bizning ularni halok qilish farmonimiz tushgan chaqda Şuaybni va uning bilan birga iymon etganlarni marhamat qilib qutuldirdik. O'zlariga zulm qilganlarga qattiq ovozdan paydo bo'lgan zilzila yuzlandi. Ular o'z uylarida o'ltirgan peti ketib qoldi. Go'yo ular uylarida turmagandek, ya'ni yaşamagandek bo'lib qoldi. Madyan aholisi xuddi Samud qavmi halok bo'lgandek halok bo'lsin. Biz Musoni haqiqatan oyatlarimiz, ya'ni Allohdan nozil bo'lgan diniy ahkamlar va ro'shan dalillar, ya'ni mo'jizlar bilan Fir'avnga va uning qavmining cho'nglariga payg'ambar qilib avatdik. Ular Fir'avnning buyrug'iga bo'ysundi. Fir'avnning buyrug'i to'g'ri emas edi. Fir'avn qiyomat kuni boshlamchilik bilan o'z qavmini dozoqqa boshlab kirdi. O joy nima degan yomon joy. Ular bu dunyodami, qiyomat kunidami la'natga uchraydi. Ularga berilgan ikkili dunyoda la'natga uchrashdan iborat bu sovg'a nima degan yomon. Mana bular aholisini biz halok qilgan yurtlarning xabarlaridir. Uni sana vahiy orqali bayon qilamiz. U yurtlardan izi qolganlarimi bor, ya'ni aholisi halok qilinib, yurtlarning o'rni qoldirilganlarimi bor. Izi qolmaganlarimi bor, ya'ni aholisi bilan qo'shib o'rib etilgan ziroatdek vayron qilinganlarimi bor. Biz ularga zulm qilmadik, lekin ular o'zlariga o'zlari zulm qildi. Parvardigoringning ularni halok qilish farmoni kelganda, ularning Allohni qo'yib ibodat qilgan ma'budlari hech narsaga asqatmadi. Ularga faqat ziyon soldi. Parvardigoring zolim yurtlar aholisini halok qilsa, ana shundoq halok qiladi. Allohning azobi haqiqatan to'limi qattiqdir. Oxirat azobidan qo'rqadigan odam bu qissadan albatta ibrat oladi. Ana shu kun butun xaloyiq hisob berish uchun yig'iladigan kundir. Ana shu kun hamma hozir bo'ladigan kundir. Uni, ya'ni qiyomat kunini biz muayyan muddatgacha ta'xir qilamiz. Qiyomat kuni bo'lganda har qanday odam faqat Allohdan ijozat bo'lgandila so'zlaydi. Ularning ba'zilari
bedbaxt bo'ladi. Ba'zilari saodatman bo'ladi. Bedbaxtlarga kelsak, ular do'zaxga kiradi. Ular do'zaxda eshak og'rigandek to'lab, noli faryod chekidi. Do'zaxning osmon zimini yo'qolmayli tursa, ular do'zaxda Parvardigoring xohlagan zamongacha davomli turaveradi. Parvardigoring albatta xohlaganini qilg'uchidir. Saodatmanlarga kelsak, ular jannatga kiradi. Jannatning osmon zimini yo'qolmayli tursa, ular jannatda Parvardigoring xohlagan zamongacha davomli turaveradi. Bu ularga qilingan, üzülüp qalmaydigan in'amdir. Ular, ya'ni mushriklarning butlarga cho'qinishining gumrohlik ekanligidan shaklanma. Ular faqat o'zlarining biz sana qissini bayon qilgan ota bovlarga o'xshashla cho'qinadi. Biz ularning azobidan tegishlik nesivisini çokum kemaytivatmay berimiz. Şübihsizki biz Musaga kitap, yani Tevrat berdik. Onun to'g'risida ixtilof qilindi. Yani onun kavmi bu kitap ustida ixtilof qilishdi. Parvardigoringning oldidan chiqargan ularni jazolashni qiyomatga qoldirish haqidagi hukmi bo'lmas edi. Ularning orasida mushu dunyoda yaxshiga yaxshicha, yomonga yomoncha cho'qim hukm chiqariladi. Haqiqatan ular uningdan, ya'ni Qur'ondan zo'r gumondadir. Parvardigoring har bir odamga uning qilgan amallarining mukofotini to'liq beradi. Allah albatta ularning amallaridan to'liq xabardordir. Ey Muhammad, Allah seni buyurgandek to'g'ri yo'lda bo'lg'in. Sana iman etganlarmı to'g'ri yo'lda bo'lsin. Mani qilingan ishlarni qilib, Allah'ның cheklaridan chiqib ketmanglar. Şübihsizki Allah qilmishinglarni ko'rib turg'uchidir. Zolimlarga mayil bo'lmanglar. Mayil bo'lsanglar, do'zax azobiga qolasizlar. Sizlarga Allohdan boshqa do'zaxdan qutuldiradigan hech yordamchi yo'qdir. Ondan keyin hech yordamga erisholmaysizlar. Kunduzning ikki tarafida, ya'ni atdiganda va kashqurun vaqtlarida va kechining dastlabki vaqtlarida namoz o'tigin. Shubhsizki yaxshi ishlar orqali yomon ishlar juyiladi. Bu tushunguchilar uchun vaz nasihatdir. Ey Muhammad, mushriklardan yetgan aziyatlarga sabr qilgin. Allah haqiqatan yaxshi ish qilguvchilarning ajrini bekor qilib atmaydi. Sizlardan burun o'tgan ummatlarning orasida nimishqa yomonlarni yer yuzida buzuqchilik qilishdan to'sadigan aql egalari bo'lmadi. Ular orasidan buzuqchilikni to'sib, bizning nijotligimizga erishgan ozg'ini kishilar buningdan mustasno. O'zlariga zulm qilguvchilar ayshi ishratlik turmushni qo'g'lishadi. Ular gunohkor odamlardir. Parvardigoring aholisi yaxshi bo'lgan yurtlarni zulm selib halok qilmaydi. Agar Parvardigoring xolis edi, bütün odamlarni albatta bir ummat, ya'ni bir dinda qiladi. Ular din to'g'risida davomli ixtilof qilishquchilardir. Faqat Parvardigoringning rahmatiga erishganlar buningdan mustasno.
Allah ularni shuning uchun, ya'ni ixtilof uchun yaratdi. Parvardigoringning men cho'qim butun jinlar va insonlar bilan do'zaxni to'shqiziman degan so'zi aniq belgilandi. Ko'nglingni xotirjam qilish uchun sana payg'ambarlarning qissalarini bayon qilib beramiz. Bu qissalar haqiqatni mu'minlar uchun vaz nasihat, ibratlarni o'z ichiga olgan. İman etmaydiganlarga aytqinki, sizlar o'z yo'linglar bo'yicha harakat qilinglar. Bizmo o'z yo'limiz bo'yicha harakat qilayli. Sizlar ishinglarning oqibatini kutinglar. Bizmo albatta shuni kutimiz. Osmonlardagi va zimindagi g'ayibni bilish Allohga xosdir. Hamma ish Allohga qaytariladi. Allohga ibodat qilgin va Allohga tavakkul qilgin. Ya'ni hamma ishingni Allohga topshirgin. Parvardigoring qilayotgan ishlaringdan g'ofil emasdir. Sura Yusuf 111 oyat. Makkada nozil bo'lgan. Nihoyatda shafqatlik va mehribon Allah'ның ismi bilan boshlayman. Alif Lam Ra. Bu ro'shan kitob oyatlardir. Shubhisizki sizlarni tushunsin deb uni arabcha Qur'on qilib nozil qildik. Bu Qur'onni sana vahiy qilish orqali eng chiroyli qissasini sana bayon qilib beramiz. Buningdan burun bu qissadan haqiqatan bexabar eding. O'z vaqtida Yusuf o'z otasiga: "Ey ota, men haqiqatan tushimda 11 yulduzning va oy bilan kunning menga sajda qilganligini ko'rdim" dedi. Otasi, ya'ni Yaqub alayhissalom: "Ey o'g'lim, tushingni qarindoshlaringga aytmag'in. Sana suiqasd qilib salmusun. Shayton insonga haqiqatan oshkora dushmandir" dedi. Shuningga, ya'ni sana ulug' tush ko'rsatganiga o'xshash Parvardigoring seni payg'ambarlikka tanlaydi. Sana tush ta'birini bildirdi. Ajdodlaring İbrahim, İsaqlarga ilgiri Allah o'zining ulug' ne'matini berganidek, sanamı Yaqub avlodigimi o'zining ulug' ne'matini berdi. Shubhisizki Parvardigoring o'z marhamatiga kimning loyiq ekanligini obdan bilguchidir. Hikmat bilan ish qilguchidir. Yusufning va qarindoshlarining qissasida so'rg'ichilar uchun Allohning qudratini ko'rsatib berdigan haqiqatan nurg'un alomatlar bor. O'z vaqtida ular Yusuf va uning qarindoshi, ya'ni Bunyamin otimizga bizdanmi suyumlikdir. Halbuki biz kuchlik jamoadurmiz. Otimizning u ikkisini bizdan ortiq ko'rishi albatta ro'shan xatodir deyishdi. Ular Yusufni o'ltirib etinglar yoki uni yiroq bir chet joyga tashlab etinglar. Shu chaqda otanglarning muhabbati sizlarga qoladi. Bu gunohdan keyin tavba qilib yaxshi odam bo'lib ketsizlar deyishdi. Ulardan biri so'z qilib: Yusufni o'ltirmanglar. Agar uni otasidan ijro qilmoqchi bo'lsanglar, uni quduqqa tashlab etinglar. Uni yo'ldan o'tgan karvon elib olsin dedi. Ular aytdi: "Ey otimiz, nimishqa Yusuf to'g'risida bizga ishonmaysan?
Halbuki biz onunğa haqiqatan yaxshi niyatdimiz. Ati uni bizga qo'shib qo'yg'in. Yeb ichib, o'ynab kulib kirsin. Uni biz cho'qim yaxshi muhofazat qilamiz. Yaqub uni, ya'ni Yusufni ilib kelsanglar, rostli xotirjam bo'lolmayman. Sizlar g'aflat qilib, uni bo'ri yeb qo'yishdan ansirayman dedi. Ular biz kuchlik bir jame turuqliq uni bo'riga yegizib qo'ysak, u chaqda biz albatta ziyon tortquchilardan bo'lamiz dedi. Ular Yusufni elib chiqib ketgan va uni quduqqa tashlashni birdek qaror qilishgan chaqda biz Yusufga kelgusida ularga bu ishni sening Yusuf ekanligingni ular uqmaydigan paytda aytqin deb vahiy qildik. Ular kechda otasining oldiga yig'lab kelishdi. Ular: "Ey otimiz, Yusufni narsalarimizning yenida qo'yib yugurishkile ketib qilibdik. Uni bo'ri yeb ketibdi. Rost gap qilsaqmi, sen bizga ishonmaysan" deyishdi. Ular Yusufning ko'nglikini yolg'ondan qonga bo'yab elib kelishgan edi. Yaqub bu ishni nafsinglar sizlarga chiroyli ko'rsatib qilg'izibdi. Men faqat chiroyliqcha sabr qilman. Sizlarning mush yolg'on so'zinglarni ko'tirishimga Alloh madadkordir dedi. Bu yerdan bir karvon o'tdi. Ular suv tishini suv elib kelishga avatdi. U so'g'isini quduqqa tashladi va "Xo'sh xabar, mana bir o'g'il bola" dedi. Ular uni tijorat meli sifatida maxfiy tutishdi. Ularning qilmishlarini Alloh bilib turg'uchidir. Ular Yusufni sanoqliq bir qancha tangiga arzon bahoda sotibdi. Chunki ular Yusufga qiziqmagan edi. Uni setib olgan Misrlik odam ayoliga: "Uni yaxshi kutgin. Bizga asqatar yoki bola qilib olarmiz" dedi. Shuningdek, ya'ni Yusufni quduqdan qutqizgunimizdek, Yusufni Misr ziminiga yerlashtirdik. Uningga tush tabirini o'rgatdik. Alloh xohlagan ishni amalga oshirishga qodir. Lekin insonlarning to'lisi buni uqmaydi. Yusuf Qur'oniga yetganda uningga hikmat bilan ilm ato qildik. Yaxshi ish qilguvchilarni shundoq mukofotlaymiz. Yusuf turayotgan uydagi ayol, ya'ni Zulayxa, Yusufdan o'z bilan munosabat o'tkazishni talab qildi. U eshiklarni taqib etib, "Beri kel" dedi. Yusuf: "Xudo panoh bersin. U, ya'ni erim, haqiqatan mening xo'jayinimdir. U meni yaxshi kutdi. O'ziga zulm qilguvchilar haqiqatan nijot topolmaydi" dedi. U, ya'ni Zulayxa, Yusufga yaqinchilik qilishga bel bog'ladi. Parvardigorning ro'shan dalilini ko'rmagan bo'lsa, Yusufmu uningga moyil bo'lgan bo'lardi. Biz Yusufni gunohdan va sat ishdan ana shundoq saqladik. Shubhisizki, Yusuf bizning sodiq bandalarimizdan edi. Ularning har ikkisi Yusuf chiqib ketish uchun, Zulayxa uni qaytirib kelish uchun ishga qarab yugurishdi. Bu chaqda
yani Züleyxa Yusufning ko'nglikini orqasidan tortib yirtibatdi. Ishik oldida uning, yani Züleyxaning eri bilan do'qurishib qilishdi. U, yani Züleyxa sening ahliyangni dafsanda qilmoqchi bo'lgan odamni faqat zindonga tashlash yoki qattiq qiynash bilan jazolash kerak dedi. Yusuf, u, yani Züleyxa mendan munosabat o'tkazishni talab qildi dedi. U, yani Züleyxaning oilasidagilardan birisi guvohlik berib, Yusufning ko'ngliki oldidan yirtilgan bo'lsa, uning, yani Züleyxaning so'zi rost. Yusufning so'zi yolg'on. Yusufning ko'ngliki orqasidan yirtilgan bo'lsa, uning, yani Züleyxaning so'zi yolg'on. Yusufning so'zi rost dedi. U, yani Züleyxaning eri Yusufning ko'nglikining orqasidan yirtilganligini ko'rib, "Ey ayollar jamasi, bu cho'qim sizlarning hilanglardir. Sizlarning hilanglar haqiqatan cho'ngdir" dedi. Yani aytdi: "Yusuf, bunu so'zlab yurmagin. Ayolim, sen o'z gunohingga kechirim so'rag'in. Sen haqiqatan xatolashding. Shahardagi ba'zi ayollar aziz, yani Misrning podshohsining xotini qulug'i ko'yib qilib, uning bilan munosabat o'tkazishni talab qilibdi. Biz uni albatta oshkori ozg'on deb qaraymiz" deyishdi. U, yani Züleyxa ularning gap so'zlarini anglab, ularga mehmondorchilikka chaqirib, odam avatdi. Ularga yo'linadigan takiya, yostiqlarni tayyorladi. Ularning har biriga birdan pichoq berdi. Züleyxa Yusufga "Sen chiqib, ular bilan ko'rishgin" dedi. Ular Yusufni ko'rib, hang-tang bo'lib qilishdi va o'zlarining qo'llarini kesib olishdi. Ular bundoq chiroyli insonni yaratgan Alloh pokdir. Bu odamizot emas, faqat bir esil farishtadir deyishdi. U, yani Züleyxa, "Mana bu sizlar uning uchun meni ayblagan hiliqi odam. Men uningdan munosabat o'tkazishni talab qildim. Lekin u o'zini chin saqladi. Agar u yanala buyruqimni qilmasa, cho'qim zindonga tashlanadi. Cho'qim xor odam bo'lib qoladi" dedi. Yusuf: "Ey Parvardigorim, menga ular undigan narsadan ko'ra zindon suyimlikdir. Agar ularning hilisini mendan dapi qilmasang, insonchilikda ularga moyil bo'lib qolaman, nadonlardan bo'lib qolaman" dedi. Parvardigori uning duosini ijobat qilib, ularning hilisini Yusufdan dabi qildi. Allah iltijo qilguvchilarning duosini haqiqatan anglab turg'uchidir. Ularning ahvolini bilib turg'uchidir. Ondan ular Yusufning begunoh ekanligiga doir pakitlarni ko'rgandan keyin uni bir mahal qamab qo'yishni loyiq topdi. Zindonga Yusuf bilan ikki yigit birga kirgan edi. Ularning biri: "Men tushimda o'zimni haqiqatan o'zimdan haroq siqiyotgan ko'ribdiman" dedi. Ikkinchisi: "Men tushimda o'zimni haqiqatan beshimda non ko'tirib turgan, nonni qushlar yeyotgan ko'ribdiman"
ta'birini bizga aytib bersang, biz seni haqiqatan yaxshilik qilg'uvchilardan, ya'ni tushga ta'bir beralaydiganlardan deb qaraymiz, dedi. Yusuf aytdi: ishkinglarga sirtdan tamoq kirishdan burun uning nima ekanligini sizlarga aytib beralayman. Bu Parvardigorim menga bildirgan narsalardandir. Shubhisizki men Allohga ishonmaydigan, oxiratni inkor qiladigan qavmning dinini tashladim. Men ajdodlarim İbrahim, İshaq, Yaqublarning diniga ergashdim. Hech qanday narsani Allohga sherik keltirish bizga loyiq emas. Bu Allohning bizga va insonlarga qilgan marhamatidir. Lekin insonlarning to'lisi shukr qilmaydi. Turmudosh og'inilar, tarqoq, ko'p ma'budlar yaxshimi yoki qudratlik bir Alloh yaxshimi? Sizlarning Allohni qo'yib ibodat qilayotganinglar faqat sizlar o'zinglar va ota-bobonglar otib olgan butlarning va g'ayrining nomlaridan iborat. Allah ularning Allohning sheriki bo'lishi to'g'risida hech qanday dalil tushirgani yo'q. İbadet ve din barisideki barcha hükümler fakat Allah qilib mansub. U sizlarni fakat o'ziga ibodat qilishga buyurgan. Bu to'g'ri dindir. Lekin kishilarning to'lisi buni bilmaydi. Turmudosh og'inilar, sizlarning biringlar zindondan chiqib xo'jayiniga haroq qo'yib berdi, ya'ni soqiylik vazifasini o'taydi. Yana biringlar darg'i esiladi, kallasini qushlar yeydi. Sizlar so'rgan ishlar hukm qilinib bo'ldi. Yusuf ularning ichidagi o'zining qutulishiga ishongan birisiga, ya'ni soqiyga, meni xo'jayiningning oldida aslab qo'yg'in degan edi. Xo'jayinning oldida Yusufni aslab qo'yishni shayton uningga untuldirdi. Yusuf zindonda bir necha yil yetib qoldi. Podshoh aytdi: men haqiqatan tushimda 7 o'riq kalining 7 semiz kalini yeb ketganligini va 7 yeşil başaq bilan 7 quruq başaqni ko'ribdiman. Ey arboblar, sizlar agar tush ta'birini bilsanglar, bu tushimga ta'bir berib beqinglar. Ular aytdi: bu bir qalaymaqon tushgan. Biz munda qalaymaqon tushga ta'bir berishni uqmaymiz. Heliqi ikkisidan turmidan qutulgan va uzoq muddatdan keyin Yusufni asligan birisi: men sizlarga bu tushning ta'birini aytib beralayman. Meni Yusufning yeniga avatinglar, dedi. Uni avatishdi. U turmiga berib Yusufning yeniga kirdi-da: ey rostchil Yusuf, 7 o'ruq kalining 7 semiz kalini yeb ketganligini va 7 yeşil başaq bilan 7 quruq başaqni ko'rib tushigan tushning ta'birini bizga aytib bersang, men uni kishilarga, ya'ni podshohga va uning davlat arboblariga xabar qilsam, ular sening fazlingni, bilimingni bilsin, dedi. Yusuf aytdi: 7 yil üzüldürmey teriqchilik qilinglar. Algan hosulinglardan yeyish uchun ozg'inisini xaman tepkendin tashqari, qolganini miti tushib ketmasligi uchun boshqi bilan qo'yinglar.
Shuningdan keyin qahatchilik bo'ladigan 7 yil keladi. Bu yillarda ilgari to'plab olgan ochliqlardan uruqliq uchun saqlab qo'yiladigan ozg'inisidan boshqa hammasini yeb tugitsizlar. Shuningdan keyin mo'lchilik yillar keladi. Uningda o'l yig'in ko'p bo'ladi. Kishilar meyvelardan turli ichimliklarni siqib chiqaradi. Saqi podshohga berib, Yusufning uning tushiga bergan ta'birini aytgandan keyin podshoh uni oldimga elib kelinglar dedi. Podshohning elchisi Yusufning yeniga borganda Yusuf elchiga xo'jayiningga qaytib berib, uningdan heliqi qo'llarini kesib olgan xotinlarning ishini bilamdi so'rab baqqin. Shubhisizki mening parvardigorim ularning hilisini obdan biladi dedi. Podshoh heliqi xotinlarni yig'ib va o'zining xotinini chaqirib, sizlar Yusufdan munosabat o'tkazishni talab qilganinglarda haqiqiy ahvolinglar qandoq bo'lgan dedi. Ular Alloh pokdir. Yusufda ozroqmi gunoh bor deb bilmaymiz dedi. Azizning xotini endi haqiqiy ahvol oydinlashdi. Men uning bilan munosabat o'tkazishni talab qilgan edim. Yusuf haqiqatan rostchilardan edi dedi. Yusuf aytdi. Bu ya'ni podshohning elchisini qaytirib etganlikim aziz yo'q chaqda xotiniga xiyonat qilmaganligimni va xoinlarning hilisini Allohning muvaffaqiyatga erishtirmaydiganligini azizga bildirish uchundir. Avlod ovozliq asarlari